Assalomu alaykum do'stlar, bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun qo'limdagi narsalarni ko'rib hayron bo'layotgan bo'lsanglar, nimaligini, bu nimaligini men sizlarga hozir video davomida tushuntirib o'tib ketaman. Bizga bahor keldi, o'rtoqlar. Bahor kelsa ham hali minus, plus issiq sovuq bo'lyapti. Shuning uchun bu minus hamda plus bo'lgan paytda biz foydalanadigan narsalar borda. Bu nima qilamiz? Keling, hozir men sizlarga ko'rsataman. Hozir hamma yo'q loy hali ahvol bo'lib yotibdi. Qishdan chiqqan paytimiz. Hovlini ko'rsatib o'tib ketay. Qarab ko'ryapsizlarmi, mana bolota bo'lib yotibdi. Yurib bo'lmaydi. Bu yerda tandir turibdi, har doimgidek o'zim ishlatadigan tandir. Tashqari verandalar ham ahvol bo'lib yotibdi. Mayli, unisi mayli, chiqisi yo'q. Sizlarga ko'rsatadigan narsam mana bu daraxt. Bilmayman necha yilgi daraxt. Bilmayman, men nazarimda bir 10 yildan oshiq daraxt, katta daraxt. Bu maple daraxti deydi, ya'ni maple tree deydi. O'sha maple treedan biz maple water, ya'ni maple suvini olamiz. Maple suvini olganda qanaqa bo'ladi? O'rtoqlar, bu juda ham olish oson. Faqat bu daraxtdan chiqish uchun bir kun kech payt masalan -5 bo'lish kerak, ertasi kuni iliq bo'lish kerak. Chunki daraxt muzlagandan keyin ertasi kuni shuni davleniyasida plus bo'lsa, ob-havo plus gradus bo'lsa, shuni davleniyasida suv chiqarib beradi. Bu chiqqan suv manaqa tomchilab oqadi, ko'ryapsizlarmi? Bu tomchilayotgan suvni to'g'ridan to'g'ri ichsa bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri, o'rtoqlar. Shunaqa kaktosmi nima edi? Kokosmi? O'sha kokos ichidagi suv bor. Men bir do'stimdan so'radim-da, so'rasam o'sha bilan bir xil dedi. Men uni ichmaganman, bir xil ekan. Men ro'zada bu yil juda ko'p ichdim buni. Har kuni nima qilib qo'yamiz iftorda. Ko'rasizlarmi? Bu yerda qanaqa qilib chiqaradi desanglar, o'zi daraxt ham bilasizlar, jonli narsa. Xullas bunga bitta normallik qilish. O'zimcha ko'p ham teshik ochgim kelmaydi, lekin majbur bo'lamiz. Chiqarishga mana qilib teshamizda, keyin turba qoqiladi. Turba qoqilgandan keyin turbani ham oxirigacha qoqib yubormaymizda. Drelni ochgandan keyin ozgina joy qolish kerak. O'sha joyga kichkina joy qolsa, turbani bunday qoqib qo'yamizda. Ko'ryapsizlar. Ya'ni keyin turbaga shlank qo'yib turib, shlankini mana bunaqa narsalarga ulab qo'yamiz. Ko'ryapsizlarmi? Buni bo'lishab tur. Buni birinchi o'chirda mana bu yerga ilib turib, buni ilamizda. Buni og'irligini ushlab turish uchun. Keyin buni to'g'risini aytaman, buni ko'chada qolgan, kechasi bugun tepada olmaxon yashaydi. Olmaxon ham bu shlankidan ichadi. Biz ham ichamiz, olmaxon ham ichadi. Shuning uchun buni alkolda ozgina nima qilamiz? Yaponcha aytganda shodoku deydi. Bunday qilib turib, bu chiqayotgan suvni ko'rsanglar, hozir chiqdi. Bu yomg'ir, tepasi yomg'ir, lekin ichidan chiqdi. Mana. Buni bunday artamizda shodoku deydi. Shodoku qilib turib, buni ichiga solamiz. Hali shamol sovuq bo'lyapti. Bugun lekin issiq ob-havo. Ikkalasini ham olib chiqib futatsa gunte. Menga ham qilamiz-da, o'rtoqlar, buni ichiga solamiz. Buni solganimizdan keyin kecha muzlagan, o'zi ertalab qilsak bo'lardi. Bugun ozgina bu yoqqa bo'lib vaqtimiz bo'lmadi, kech o'tib ketdi. Ertalab qilganimizga bu yoqqacha yarim bo'lib qolardi. Xullas, buni ichidan chiqqan suvni to'g'ridan to'g'ri boyaga aytganimdek ichsa ham bo'ladi. Keyin yoki filtrlab ichsangiz ham bo'ladi. Ozgina ko'rinishlari g'alati bo'lishi mumkin, lekin to'g'ridan to'g'ri ichsa bo'ladi. Men masalan to'g'ridan to'g'ri ichaman. Keyin uni 40 barabariga kamaytirib qaynatsangiz, past havoda maple sirop bo'ladi. Maple sirop bu asalga o'xshashib ketadi. O'sha daraxtning siropiga o'xshashib maple sirop bo'ladi. O'shani non bilan yesa ham bo'ladi. Qiyomga o'xshaydi, novot qiyomga o'xshaydi. Yoki bo'lmasam uni yana ham protsessini davom ettiradigan bo'lsangiz, maple sugar bo'ladi. Maple shakari bo'ladi. O'sha shakar oddiy shakardan bir 3-4, ya'ni 5 baravarcha qimmatda u. Unda masalan kofega solib ichsangiz yoki bo'lmasam shirinlar tayyorlasangiz ham hidi ham yoki bo'lmasam mazasi ham juda shirin bo'ladi. Xullas, mana buni soldik, o'rtoqlar. Mana o'sha to'planishni boshlandi, ko'ryapsizlarmi? To'planibdi o'sha. Yo, ichida suv bormi, yo'q-da. Xullas, mana ko'rdinglar, 2-3 ta boshida biz ham bilmasdan 2-3 ta daraxt ochib, teshik ochib yordik. Bu qaranglar, mana chiqishdi mana, kapkagina mana suv chiqyapti, ko'ryapsizlarmi, o'rtoqlar? Bu bemalol ko'p suv chiqyapti mana. Bunda olmaxon og'zini tiqib bu yerda ichyapti. Men ko'rdim, uzoqdan oynadan qarab tursa ichyapti. Xullas, bu mayli.
Endi buni ichiga solgandan keyin tepda baylab qo'yibsan buni. Chunki Chiqib ketib qolmasligi uchun. Chang pang. tushmasin deb. Shunday o'zigina baylab. Tepda o'rab qo'yamiz. Keyin mana nima ham tushmaydi. Xo's ham chiqib ketib qolmaydi. Har xil shamol pomolda bu narsa bo'lgan. To'g'rimi? Ko'p qilmaydi. Mana buni og'irligini mana u nima ushlab turadi. Suv to'ldirsa ertaga tekin emas, jusga o'xshagan bir. Bu nimasi yaxshi? Bunda o'sha glyukoza yo'q ekan, ya'ni o'sha shahar mineral juda ko'p. Keyin shakarga sahrlari bolalar ham bemalol ichaveradi, chunki u sizni sahringizni ko'tarib olmas ekan. Internetdagi ma'lumotlar. Ko'rasiz, menimcha bilmayman bu necha yilgi daraxt. 50 yildan ko'p ekan. 50 yildan ko'p. Keyin yangi daraxtlar bo'lsa eng kami necha yilda bo'ladi dedi internetda. 20 dan ko'proq. Eng kamida 20 yil. 20 yildan ko'proq bo'lsa bitta teshik ochsangiz bo'ladi. Bundan bunaqa katta daraxt bo'lsa 3 ta 4 ta Ochsa bo'ladi. Keyin boyaga aytganimdek o'sha bir qator muzlasa, keyin issiq chiqsa, bizga nimasi yaxshi? Bir qator yaxshi muzladim, ertasi kuni ob-havo quyosh chiqib, rosa quyosh tushadimi bu yoqqa? Rosa suv chiqadi. Bu juda ham mazali, o'rtoqlar. Yana bir narsani ko'rsatib o'tib ketay. Qani Sufyan olib ketchi. Pas Sufyan bilan hozir endi parklarga borgani umuman iloji yo'q. Sovqotmasam. Biza Sufyan o'g'lim eng yaxshi ko'rgan sporti bu beysbol. Beysbolga umuman men qoidalarini ham bilmasdim. Sufyan bu yerga kelib qatnashib, har xil to'garaklarga qatnashuvdi. Keyin men ham qiziqishni boshladim, qonunlarini bildim. Vaholanki bu juda ham qiziqarli. Kerak bo'lsa, futboldaqa bo'lmasa ham, lekin yetarlicha taniqli bo'lsa, bundan ham katta pul qilsa bo'lar ekan, ishlasa bo'lar ekan. Qani otchi? Agar professional bo'lsan, otchi men usha olaman. Oh. Mashinani oldi. Ot. Mashinaga tegmaydimi, Sufyan? Ot. Qattiq, shu yerda qo'chiga. Ke mashinaga tegadi o'g'lim. Sal mandaroq kelma betonga. Lekin bu yumshoq, soft top o'ynayapmiz. Ket. Ot bu yoqqa. Wow. Okay. Ot. Hozir men video tomlab qo'y, kavri sovqotdi, xullas video almashamiz, chunki kavri sovqotib ko'cha turib 8 minut o'tdi o'rtoqlar. Hozir men sizlarga yana bir narsani ko'rsataman. Endi qishdan chiqqan holatda bugun martda oxirgi kuni. 31 mi bugun? 31-sana. Qish bo'yi sekin. Qish bo'yi o'rtoqlar mana qilib qishda videoda ko'rgansizlar, mahallani. Polnis qor yog'sa mana qilib mayin tosh sepib ketadi. Ko'rasizlarmi? Mayin shag'al. Hali bu mayin shag'alni keyinchalik o'zlari kelib olib ketadi, tozalab ketadi. Materialnikini уже tozalab ketishgan. Biz qisal qishloq ro'jo bo'lgani uchun keyinroq bo'lishi mumkin. Mana Stenkani o'zimiz sekin ozgina tozalab turibmiz. Mashinaning balonini, qishki balonni buni almashtirmadim, bunikini almashtirib qo'ydim уже. Ular shunaqa o'rtoqlar, bolalar уже maktabga velosipedda qatnashni boshladi. Mana gaplar. Bir 10 minutlik video bo'ldi. Uyimizdan Ramazondan chiqib oldik, bolalar ham xursand bugun. Bemalol. Endi bu daraxtlar kundan kunga ko'karib, yana ham chiroyli bo'ladi. Bahorgi videolarni sizlarga o'ylaymanki qo'yaman. Juda ko'p qushlar keladi hali.
o'sha amerikan guslar uchib kelyapti-da, o'sha nimalardan, issiq o'lkalardan yana bir kun sigani uchun yana qaytib kelyapti. O'shaning davoshlari har kuni ertalabda sahar yoki bo'lmasam manaqa paytlarda eshitiladi. Hozir videoda eshitilyaptimi, eshitilmayaptimi bilmadim. Shu uyimizni hech qancha yurmasdan где-то yaqin atrofida, где-то 100 metr, 200 metr yurganda nima bor? Daryo bor, katta o'sha daryo ko'lga o'xshab, kengroq, unaqa oqimi qattiq emas, sekin oqimda daryo bor. O'sha yerga keladi. Daryoning chekkalari hali ham muzlagan lekin. Xullas shunaqa o'rtoqlar, ko'p ma'lumot bo'lmadi shekilli, unchalik qiziq bo'lmasa, ketadigan vaqtlarga rozi bo'lasizlar.